Assalomu alaykum. Mana hozirgi endi pluginimiz MilSlider deb nomlanadi. Bu pluginimizni o'rnatganimizdan so'ng mana bunaqa joy chiqadi. MilSlider delete degan. Ana shuni chiqqandan keyin bu yerda ko'rsatib turadi qayerda bosishligini. O'shani bosamiz. Mana bu yerda plyusni ko'rsatyapti. O'zi hammada plyusni ko'rsatadi. Endi bu yerdan esa add slide degan bosib turib загрузить foto загрузить faylni bosamizda u yerdan vibrit fayl qilamiz, ya'ni o'sha rasmlarimizni tanlashligimiz uchun. Endi bu yerdan esa rasmlarimizni olib olamiz. Open ni bosishimiz bilan sraz rasmlar bu yoqqa ko'chadi. Hozir bu ham загрузка bo'lyapti. O'tgan safargi albomimizga o'xshaydi ko'chishi. Xuddi ana shunday qilib rasmlarni ko'chirib olamiz. Ana endi ko'chirib bo'lganimizdan so'ng bu yerdan mana bu knopkani bosamiz. Bosganimizdan so'ng bu plugin slider ya'ni narsalarimiz chiqadi. Bu yerda nimalar bor? Bu yerga rasm haqida ma'lumot yozishimiz mumkin. Misol uchun test.uz deb turib mana bu joyga esa link qo'yib qo'yishimiz mumkin. Qachonki ana shu rasmni bosganda xuddi ana shu misol link olib kirib ketadi. Misol mana bu linkni qo'yib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. New Windows ya'ni yangi baroq ochishligini aytamiz. Endi bu yerda endi qolgan narsalarni ko'rishlik masalasi bor. Endi avvalo save qilib olamiz va buni ko'ramiz qanday o'rnaganligini. Tak, saytimizga kirib ko'ramiz. Demak, saytimizda o'rnamagan. Endi buni o'rnatishlik uchun biz mana bu yerda kodi bor, ya'ni HTTP bilan boshlanayotgan ana shu kodini ko'chirib olamiz. Kopirovat qilamiz. Endi bu yerdan parametri turibdi va внешний вид turibdi. Tema pastida esa redaktировать turibdi. Redaktor degan ana shuni bosamiz. Ya'ni bu temamizni o'zgartirish joyi. Bu yerdan misol bu yerda mana bu yerda har bitta stranitsa har bitta varaq yozilgan. Bu yerdan headerni topamiz. Headerni topib headerga kiramizda bu yerda eng pastida mana bu div body dan pastiga yozib qo'yamiz. Sabab buni biz ko'rishimiz kerak qayerga tushishini. Saytni обновление qilib ko'ramiz. Saytimizni tepasiga o'rnadi, lekin qandaydir noto'g'ri o'rnab qoldi. Endi buni to'g'rilashimiz kerak. Bitta div tepaga chiqarib ko'ramiz. Navid qilamiz, saytimizni ko'ramiz. Ana endi bu to'g'ri ko'rinishligi uchun biz yana bir joyni ko'rishimiz kerak. Qayer bu desa, bu ana shu saytimizning mana bu yerda razmer yozilgan, necha bo'lishligi. Shuni biz 400 ga 300 shaklida qoldiramiz. Sababi razmeri kattaligini hisobiga ham o'zgarib ketayotgan bo'lishi mumkin. F5 ni bosib tekshirib ko'ramiz. O'shanda ham bo'lmasa, demak boshqa yerini tekshirishimiz kerak bo'ladi. Mana hozir bu yerda sliderimiz o'rnadi. Lekin bu yerda qandaydir o'zgarish paydo bo'lib qolgan. Biz shuni to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Demak, biz hozir mana bunday shaklga keltirib oldik. Buning uchun nima qildik desa, biz pluginimizda ana shu MilSlider deganimizga kirdikda, razmerini saytimizni razmeridan qildik, ya'ni 950 piksel qildik. Enini, bo'yini 400 qilib qoldirdik. Endi undan so'ng rasmlarimiz to'g'ri ko'rinishligi uchun mana bu yerda 4 xil shakli bor sliderda, ya'ni sliderda. Ana shuni bittasini tanlaymiz. Uning ichida eng hozirgi saytimizga mos keladigan mana buni tanladik. Undan tashqari mana bular ham bor. Bularni o'zingiz mana bunday bosib turib tekshirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerda biz hozir razmerni berdik, lekin baribir qanchadir o'zgarish bo'lyapti, ya'ni qandaydir yoqimsiz. Biz buni endi to'g'rilashlik uchun esa biz hozir
saytda jicha ishlashimiz kerak bo'ladi ekan. Demak, buni avvalo razmerini o'zgartirib ko'ramiz. Agarda shunda muammomiz hal bo'lmasa, demak kodlari bilan jicha o'zgartirish kiritishimiz kerak bo'ladi. Saytimizni обновление qildik. Saytimiz mana pluginimiz tekst tushdi. 970 razmerni qo'yganimizdan so'ng. Bunda nima bo'ladi? Pastda rasmlarni o'zgarishini ko'rishimiz mumkin mana. Endi bundan tashqari mana bu yerda ikkita knopka bor. Rasmlar bir-biriga o'tishi, qandaydir plavniy sekinlik o'tib ketishi yo'q ko'rinayotgan bo'lsa, demak bu to'g'ri. Sababi hozir birinchidan Denverda turibdi bu. Shuni hisobiga ham rasmlar qanaqadir qiylanib o'tyapti. Keyin slayderimizni razmeri juda uzun bo'lib ketgan. Mana уже bu yerda qandaydir ошибка chiqyapti. Bu muammo qayerda chiqayotganligini bilib olamiz avvalo. Demak, mana oxirgi rasmimizda qanaqadir muammo. Bu o'zi yo'q rasm ekan, ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana shuni o'chirib tashlaymiz, sababi bu yo'q ekan. Ana endi rasmimiz yo'qolganidan so'ng ishlashi osonroq bo'ladi. Demak, mana shu do'stlarim, buni hozir 300 ham qilib ko'raylik. Agar 300 qiladigan bo'lsak, eniga jicha kichayadi. Sal ishlash 350 qilganimiz yaxshiroq. Tak, 350 save. Ana endi bu yoqda tekshirib ko'ramiz. Eniga mana uzunasiga mana bunday shaklda keldi. Hozirgi holatda saytimizga mana shu ham bo'laveradi. Demak tayyor bo'ldi rasmimiz desa ham bo'ladi. Bu saytni boshida turadigan bir qandaydir reklamli joyi. Har bir saytga har xil tushadi. Razmerini o'zgartirish ko'p saytlarda kerak bo'lmaydi. Bu o'zgartirishga muhtojligi saytimizdagi mana bunday chiziqlar, kolonkalarni alohida bo'lib ketganligi va materiallar uchun joy kichkina bo'lib qolganligini hisobiga bo'lyapti. Ko'p saytlar 970 pikseldan ko'ra kattaroq 1200 bo'ladi. Ana shuni hisobiga ham qandaydir bemalolroq sig'adi slayderlar. Ko'rishguncha, xayr.